Shuning uchun birodar, qalbingni bir kuzatib qo'y. Qalbing nimalar bilan to'lyapti? Ichiga noyob, juda bir qimmatbaho atir quyilgan idish, qopqog'ini ochsangiz, undan nimani hidi chiqadi? Ichiga analiz uchun najosat solingan biqqat qopqog'ini ochsangiz idishda, nimani hidi chiqadi? Bu masaladagi eng og'ir, muhim narsa xatarli. Seni kim ozuqalantiryapti? Sen eshitadigan, o'qiydigan, ko'radigan manbalar bor. Sen ana shu manbadan olgan narsani gapirib eshitib yurasan. Demak, sizdan qanaqa gap chiqar ekan? Sizni ichingizga kirgan, to'lgan gap chiqadi. Shuning uchun hali gap bor-ku, sen nima yeyotganingni ayt, men seni kimligini aytib beraman. Do'stlaring kimligini ayt, men seni kimligini aytib beraman. Nimani ko'rayotganingni, nimani eshitayotganingni ayt, men seni kimligini aytib beraman.